Makka Madinaga kim bilan borasiz? Dadangiz olib borasizmi? Hozir men sizlarni Madinaxon bilan tanishtiraman. Bu qizimiz Madinaxon. Adingizni yaxshi ko'rasizmi, oyingizni? Dadamni. Shunchalik yaxshi ko'rasizmi adingizni? Voy mashalloh. Makka Madinaga kim bilan borasiz? Dadamni. Dadangizni olib borasizmi? Xudo xohlasa borasiz. Kimni duo qilasiz? Dadangizmi? Voy mashalloh. Nimaga? Chunki dadam qiyin joylarda ishlaydi. Qiyin joylarda ishlaydi. Kim uchun ishlaydi? Men uchun. Bu qizchani o'zini otasi tug'ma nogiron bo'lganligi uchun menga nogiron kasal qiz kerak emas deb tashab ketib olgan. Madinaxon nima uchun bu insonni juda ham qattiq yaxshi ko'rishini sababini aytaymi? Bu odam shu Madinaxonni onalariga uylanayotganda, ya'ni ayollariga uylanayotganda birinchi turmushidan bo'lgan Madinaxonni o'zlariga qabul qilganlar qiz sifatida. Men savol berdim-da, boshqa uylanayotganda farzandi bo'lsa tashab keling, men boqib qaramayman deydigan erkaklar bor. Lekin bu birodar akamizni nima degan ekanlar, o'zingiz aytib bering. Agar Madinaxon bizimizga bormaydigan bo'lsa, men sizga uylanmayman, mendan xafa bo'lmang degansiz-a? deganman. Mashalloh. Menga shu qiz kerak xolos. Mashalloh, mana haqiqiy erkaklik. Dadangiz sizni yaxshi ko'rganligi uchun ishlaydi-da. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, yurib ketasiz. Xo'p? Bu qizimiz Madinaxon. Yoshlari 7 da. Suyaklari juda ham mo'q. Son suyagini o'zi mana shu kichkina barmoqchamizni razmerida. Hozir mana oyoqlari gips qilingan. Ana shu bir oyoqlari kalta, sababi 10 oyoqlari singandan keyin temir qo'yilgan, shuning evaziga uzunroq bo'lgan va hozirgi holatda bu oyoqlari ham kalta bo'lib qolgan. Hazillashib qo'lini bundoq qisib qo'ysangiz ham o'sha qisgan joyingiz o'zi sirasi sinib ketadi. Xuddi ana pechenyeni bundoq sindirgan paytingiz kirsatib singandek sinib ketadi. Shu Madinaxonni hozir operatsiya qildirsak, inshaalloh sog'ayib ketadi. Qarang, juda katta savob ustida siz turibsiz. Xolis Allohga ehson qilaylik. Ataganimiz bizga shundoq beraylik. Katta raqamlar uy egalariga tegishli ayollarining nomidan ochilgan, to'g'ridan to'g'ri qiladigan har bitta ehsoningiz inshaalloh shu oilaga yetib keladi. Madinaxonni Xudo xolasa sog'aytirmasak bo'lmaydi. Chunki niyatlar juda ham katta. Zudlik bilan 15 ming dollar kerak. Sababi Madinaxonni davolatish uchun 15 ming dollar ketadi. Qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Ehson qilish uchun boy bo'lish shart emas. Like bosing videoga, repost qiling, storieslarga qo'ying, kommentariyada o'zingizlarning yaqininglarni belgilanglar. Shu ham bir ehson hisoblanadi. Kelinglar, hammamiz birlashaylik. 15 ming dollar biz uchun hech narsa emas. 20 ming dollar ham yig'ganmiz. Qo'limizdan kelgancha ehson qilib shu videoni maksimal darajada repost qiladigan bo'lsak, tarqatadigan bo'lsak, albatta mana shu pulni yig'amiz. Xudo xolasa Madinaxonni nasqisi davolatamiz. Bir kun abid qilmasmiz. Borana bir kun piyoda yuraylik. Bir kun ko'proq sarflamasdan kamroq sarflaylik, yordam qilsak, ehson qilsak, Xudo xolasa mana shu bolajonni sog'ayib ketishiga sababchi bo'lamiz.